Mana bizni kuzatib turganlar, agar qimor o'ynayotgan bo'lsangiz, dunyoyingizda xor bo'lishingizni, oxiratda rasvo bo'lishingizni kutib turing. Qimor o'ynab dunyosi aziz bo'lib ketgan biror dona odam yo'q. Kapitalistlar qimorni ommalashtirish uchun juda ham professional. Ularga qoyil qoladigan darajada, ya'ni ular eplashadi bunaqa narsalarni. Los Angelesga borsangiz, mehmonxonalar arzon bo'lar ekan. Qarang, taktikani qarang. Las Vegasga borsangiz, mehmonxonalar arzon bo'lar ekan. Mehmonxonaga kirsangiz, kirgan zahotingiz anaqa qo'yib qo'yar ekan. Xonangizga dastlabki 3-4 ta o'yinda yutuqli fishkami nima deydi? Shunaqa narsa qo'yib qo'yar ekan. Nimaga desa, olib kiring qimorga. Tekinga bo'lsa ham kiring birinchi. Sizni kirgizib olgandan keyin o'tda bitta yutasiz, ikkita yutasiz. 2 dona adrenalin miyangizga tomgandan keyin bo'ldiki, hamma narsani sotib o'sha qimorda o'sha taylarib olasiz. Arab boylardan falon million dollar yutqizib ketdi deb gaplarni eshitardik. Bular hammasi bor narsalar. Bu kapitalistlar qimorni eng yaxshi o'yin qilib, targ'ibot qilib sota bilishadi. Endi biz musulmonlar bu changakdan, bu botqoqdan qutulib qolish uchun faqat va faqat islomga muhtojmiz. Iymonga muhtojmiz. Iymoni bor odamgina qutuladi. Qaytaraman. Iymoni bor odamgina qutuladi bulardan. Iymoni zaif, islom bilan ishi yo'q, hayoti tasodif, tavakkal yashayotgan odamlarning aksariyati bularni chuquriga tushadi.